Uylanib oplabsan, biznesni qo'zsan o'rtoq. Hammaga emas, ikkita mashina haydab yurish menimcha. Qani sirini ayt o'rtoq, nima bo'ldi o'zi? O'rtoq, bilmadim-ku. Faqat men bitta ish qilardim. Mana shu pulni olib qo'ying, oylik oldim. Topganingga baraka bersin. Bundan ham baland uylar olishni nasib qilsin. Alloh akbar. Ona, uxlayotgan ekan, siz bezovta qilgim kelmadi. Men shu pulni oling, men ishni shoshotib duo qiling. Pullaringni o'zingda ham tursin. O'rtoqlaringni oldida uyalib qolmagin yana. Bor ona, duo qilib qo'ying bo'ldi. Topganingga baraka bersin. Amin. Alloh akbar. Onajon, mana duolaringiz bilan mashina oldim. Birovingiz borib bitta haydab ko'ring. Ha, bolama. Hali ham men 18 yoshga qizni bo'ylaysan. Undan ko'ra mashinadachi bir xolingnikiga olib boribki, bir maqtanib kelaylik. O'rtoq, men topganimni onamga olib berardim. Alloh menga beraverdi. O'rtoq, to'g'ri yo'l tutibsan endi. Erondan bexama so'klarni olib kiraman. Qo'li to'yini bexama so'klar bilan o'zim to'ldirib beraman o'rtoq. Qanaqa qilib bunaqa oxirgi model mashinalar bilasan? Sen onangni duosini olgan bo'lsang, men ota-onamni duosini olganman. Gaplashamiz.